Sizlab gapiring, muomalani esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? Qachondan beri men ikkalamiz ko'rishib qolib, biror marta o'pib qo'ygan joyingiz Assalomu bormi? Qo'limda alaykum. ushlab qo'ygan joyingiz bormi? Elmiroy, Qanday? uka qalay? Zo'rmi? Ukajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Gaz yo'qmangiz. Yaxshi-ku. Odamlar yo'qolib ketib, to'plab qoldi-yu. Da, конечно, sizga o'xshab qattasiz. Moskvadami? Vau, qachon keldingiz? Ancha bo'ldi. Qancha? Olib 7 oy bo'ladi. Buni qara. Jallab. 7 oy. Elmurod qisib turing amizni. Men Farhod aka bilan Farruh aka bilan gaplashib olayda. Aka Farruh qalaysiz? Assalomu alaykum. Voy kalaziya bor-ku sizda boru, nihoya sizda nima internet ishlamaydimi? Har safar kiraman, yozaman, hech kim javob yozmaydi, indamay chiqib ketaman. Aytmaysizmi, men o'shanaqa en degani men o'sha Farruh, ana po'pirkalar tagida uxlab qolgan Farruhman deb. O'shani aytmaysizmi? Voy jala. Aka qalay o'zi? Allohga shukr, yaxshi. Barcha qanday o'tkazdilar, yaxshimi? Vasha jotkizo, rahmat. Uydagilaringiz yaxshimi? Qayerdasiz? Moskvada, Troyskida, o'sha Qachon keldingiz? Ukangiz bilan gaplashdim. Ukangiz Moskvasini rosa sikdim. Ukangiz mendan bezor bo'lib ketdi. Padlar o'rganman. Kechami, ayingiz bilan shunday efirga chiqdingiz. Shunday yozishni boshladim, yana efirdan chiqib ketdingiz. No, telefon, SMS hamnaqa arralash bo'lib ketadi, shuni chalib ketadi miyam. Chiqib ketaman. Gapirmaydi hozirdan. Men tanishdim. Meni o'zingiz tanishtirsangiz-ku, men bilsam keyin, xudoga shukr tanibman deb chiroyli muomala qilaman. Otini yozib yuborsammi deyman, bekka boshqa ot qo'yilgan, bu boshqa ot deyman, indamayman-da. Yo'q, sizga o'xshagan Farhod degan, Farruh deganlarni bilasizmi? 1000 ta. Mana bunday chiqish kerak. Mana bunday. Chiqdingiz, ko'rishdingiz, gaplashdik. Jotki. Davay. Bayram qanday o'tkazdilar, yaxshi? Ana, o'la. Urmagan kuni yo'q ish qilib, ha? Men siz o'tiring-da. Agar men bo'lib mana bunaqa qilganimdan men ichmasdim. Ishxonalarga hammaga kirib ketsin, Zaybal. Bitta Amboriyada biladi, esingizdan bo'lsa, Ola esingizdami? Boriyadingizmi? Sariq sochli bir tojik qiz. Ivan Pavlovich bilan yurib hamma joy chichib tashlagan bir Amboriyada. U hozir esa eriga tekkan, bilan birinchi plashatkada eri ishlaydi, aka-ukasi bor birinchi plashatkada. Ota-onasi bilan bizda tomonda ishlaydi. Hamma joyda chichib yurib borku, boshqa erkak bilan borku sevishib yuribdi. Chichivordi hamma joyda borku. Shuni kelsangda basharasiga borku, bitta ursang ilojing yo'g'ida kamera borda. Har bir teshikda. Hozir borku har bir teshikda kamera qo'yib qo'ygan. Hamma joyda hamma joyda chichib o'rgan. Duxda ham borligi qo'yilmadi-da, duxda ham. Assalomu alaykum, krasavitsa. Men ham shundan hayronman, qanday qilib odam eri yana bizani oldimizga kelib podrobotga kelyapti. Men u qiz bilan dushman bo'lib qoldim. Menga yoqmaydi u qiz. Keyin qarayapman, erib kelyapti biz tomonga podrobotkaga. Danon naxuy dedim. Qanday qo'rqmadi u qiz. Eri dayus.
Erini aldoladi u qiz. O'shaning uchun borib bemalol sigaret aka, assalomu alaykum. O'shaning uchun bemalol u qiz yuribdi. Любой ayol kishini 40 ta makri bor, bekordan demaydi-ku, erkak kishi sevsa, qiz shunchalik borib aylantiradi, tamom. Shunaqa ayollar ham, ayol sevsa erkak kishi pizdes aylantiradi. Ya endi ba'zida nafs bo'lishi kerak yoki qo'rquv bo'lishi kerak-da. Bular u eri yoniga bo'lib turib, onasiga boshqa paqillab turavergandan keyin nima deysan unga? Duh bor ekanda qizga. Yo'q bor, konkretno yo'q bor. Qo'yib qo'yibdi hammasiga. Kim nima desa qo'yib qo'yibdi. Ikkinchi eri u, bo'ydoq yigitga erga tegyapti. Hayron Hali bo'ldim. bo'lib qolmadim. Onasi o'tiribdi, onasi unga borib podдержка qilyapti. Erkakcha yuribdi, men namozxonman, men 15 yoshimgacha qo'shiq eshitmaganman, men faqat namoz eshitganman. Oldimda o'tib ketyapti namoz qo'yib, nima deydi, duolar qo'yib ketyapti. Men borku porno eshityapman, porno ko'ryapman, oldimda bunaqa qilma deyman. U bilyapman aka, bu показуха. Agar odam borku haqiqatdan ham bunaqa Allohga ishonadigan bo'lsa, bunaqa chiroyli hayot, tushunyapsiz nima demoqchiman. Bunaqa bo'lsa, bu borku men hammani oldida bunaqa qilib yuraman degan demaydi. Skromniy, chiroyli ishini qiladi. Bu-chi o'zini ko'rsatyapti. Shunday gap. Suchka. Lekin yomon ish qilyapti. Onasi ham, otasi vashi dayus. Otasi mazasi yo'q, kasal bo'lib yuradi. Doim qizini qilig'ida. O'zi aybdor, otasidan o'zi aybdor. Vaqtida indamay qo'yib qo'ygan. Yo'q, prosta onasiga borib uylangani uchun aybdor. Onasi shustri. Otasi men oldimga kelib, bitta bizani otu bo'lganda birinchi plashatkada. Keyin otasi kelib menga aytayapti, "San dedi, shustri qizsan dedi, san u yoq bu yoq meni xotinim bilan dedi, men seni dedi, bir chiqishingni pulingni beraman dedi. Prosta militsiyaxonaga borganda gapirgin. Nimani pravayni kachat qilgin deyapti. Aka dedim, militsiya meni sikadi dedim. Maylimi? Kerak emas dedim.